Taniqli xonanda Dilfuza Ismoilova haqida shoshilinch xabar. Qiz bola deb bo'lishi sekreti rozовая женщинамizdan keldi. Qizlar buni Xarid qilishni istasangiz, Telegram orqali bizga murojaat qiling. Barcha ayollar orzusidagi rozовая женщина mahsulotimizni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mavjud. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor va so'nggi shou biznes yangiliklarini Dunyo Lifestyle kanalimizda muntazam kuzatib boring. Xonanda Dilfuza Ismoilovani $80,000 chuv tushirgan firibgar qamaldi. Avvalroq taniqli san'atkor Dilfuza Ismoilova o'zi qatnashadigan gapda tanishgan ayolga ishonib $80,000 chuv tushgani, firibgarlik bilan bog'liq mazkur ish jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudida ko'rib chiqilayotgani xabar qilinganda, 29-aprel kuni sudlanuvchiga nisbatan hukm chiqardi. Qalampir.uz sud hukmi bilan tanishdi. Sud hukmiga ko'ra muqaddam firibgarlik va mansab soxtakorligi bo'yicha sudlangan. Sudlanuvchi ismlari qisqartirilgan bu safar ham Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik, 4-qismi A bandi va 228-moddasi hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish, 2-qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilgan. Sudlanuvchi ismlari qisqartirilgan ga yuqoridagi moddalarda nazarda tutilgan har turdagi jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 6 yil 4 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilangan. Shuningdek, sudlanuvchi ismlari qisqartirilgan dan jabrlanuvchi Dilfuza Ismoilova foydasiga $80,000 hukm chiqarilgan kundagi so'mga nisbatan qiymatda, ya'ni $1,335,848,000 so'm yetkazilgan moddiy zarar miqdori undirilishi belgilangan. Bundan tashqari, sud hukmi bilan sudlanuvchidan qolgan jabrlanuvchilar foydasiga ham ismlari qisqartirilgan ga $250 million so'm, ismlari qisqartirilgan ga $300 million so'm, ismlari qisqartirilgan ga $252 million so'm undirish tayinlangan. Jabrlanuvchilar qolgan moddiy zarar va ma'naviy ziyonni undirish masalasida fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilish huquqlari tushuntirilgan. Tezkor va so'nggi shou biznes yangiliklarini Dunyo Lifestyle kanalimizda kuzatib boring.